أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى: القسم الثاني وأما النظر في أحكام العدد. Endi iddat munosabatlik yuqorqi birinchi qismda ba'zi bir ahkamlarni bayon qilib o'tdi. Endi ma'vo ikkinchi turlik ahkamlari iddatga munosabatlik. Fa innahu muttafaqu ala anna lil mu'taddati ar-raj'iyyati an-nafaqata was-sukna. Va bu yerda bir ittifoq kelgan bir joy bor. U bo'lsa-mo, raj'iy taloqdan iddat tutgan ayol bu eri tarafidan nafaqaga va turalg'u joyga haq qildi deydi. Yani shunda haqqi bor. Eri buni baqish kerak iddat to'shqichi. Chiqimini qilib turdi. Yana turalg'u joyni hozirlab turdi. Yani shu burun qo'ydi turdi demoqchi. Bizning Uyg'urlar qachida yomonlar kelgan. Yani taloq qilsa, udul anasini ketilgan. Taloq qilsin kelgan. Taloq qilmasinmi, yomonlar ketadi. Bu nushuz deymiz buni. Nushuz olgandika, annos nafs chiqib ketadi. Nafs chiqib ketdi. Nashiza olgandika nafs chiqib ketdi. Onunğa pul xərcləş kerak emas. Özü erning itoatini chiqib, her hazırlab bergan uyda turmay, boqchini chigiblam ketgan ekan va uy qaytib keldi, so'ni bo'lgan ekan, bu nashiza. Nashiza bo'lgan ekan, uningga nafaq ketmaydi. Taloq bo'lmaydi-ku. Taloq qilmagan bo'lsa, yomonlar ketgan bo'lsa, endi turdi. Ketgan bo'lgan, taloq qilmagan. Bu endi urf odat. Endi hozir mush Qur'on Karimda askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum. Deyishnama. Endi va anfiq alayhinna dedima. Demak, nafaq veren uydu tug'uzing deb buyruq qilyapti. Mushu nimitda hukman vojibdir. Tajibulaha nafaqa va sukna. Unda bu vojib ish. Bu vojib ishni banda qilsam bo'lmaydi deb buni o'zgartirishing o'rniga. Nada shu ko'z qarash o'xshash bo'lmagan, façampirat bir mustahab ishlar haplashib, vaqtni zayi qilib o'tganlar. Nima uchun bunda vojib narsa yashayotmaymiz yashayotgan odam? Qur'on Karimda Amerika mana demak unda vojibni tashlab qo'yib, sunnatga mustahab likida talashda cho'g'an masalaga estirilish bu menda avliyatni seçilmaydi. Yo'q, ashunda mustahab ishni o'zgartirishga sarf qilgan kuchni, mushuni sarf qilish balki bizning odatimiz o'zgarib qolar. Hozir nurg'a odatlar o'zgarib ketdi-ku. O'zgarib ketdi. Xatni to'ymasa haqiqiy o'zgardi. O'xshash nurg'un ishlar o'zgarib ketdi. Balki ashunda vojib ishni o'zgartirishga asli keltirishga tirishgan bo'lsa, Allohning buyrug'i bo'yicha balki bizning urf odatimiz, islom ko'rsatmasi bo'yicha to'g'ri bo'lib qoladi. Mumkin shunda nurg'un ayollar buzilib ketmay saqlanib qolish mumkin. Buzilib ketmay saqlanib qolish mumkin. Chunki ko'z oldida bo'lgandan ko'ziga sukurnat, yana ablashib qolish mumkin. La'allalloha yuhdisu ba'da zalika amra. Ayramda uya ketgandan keyin qaytirib akilaydisimi? Yigitning onasi dadisi aybligan. Bunda aldiraysa, aldirmay turib o'zi kildi, akib qo'ydi deb. U qiz kelaydisimi? Uning onasi yo'q. Ashula adam uyatgandan keyin dasqa kelgandan keyin undan qo'shib birimiz deb saqlaydi. Baka nurg'un avarchiliklar. Va kadalika al-hamil. Hamil ayolga iddat bo'yicha nafaqa va sukna bor. ماذا وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن دين بوجهها. Yani ta ki balasını tuğup boğan kadar dedi. Nalanki hamile ayal talak kılıngandan keyin 2 saatdan keyin tuğsa bu iddet toşladığında. Ya ki 7-8 ay iddet işte turuşu mümkün tuğup boğacak. Demek adırmiyada ittifak kelgen urun raj'i talak kılıngan ayal hamile olsun ya ki hail olsun nafqa bilan turalg'u joyda haqqi bor. Hozir bizning juda yamallab ketmay talaq qilgandan keyin. Ammo shu uyda iddatim to'shib turma deb qolsa, yoqda qo'g'li o'tib qolsa bo'lmaydi. Gunohkor bo'ladi. Lekin ba'zida tu desa, to'sang buldi desa, unimay yamallab kelsa o'zining ish. Vaqtalafu fi suknal mabtutati wa nafaqatiha idza lam takun hamilan. Hamda uzil kesil talaq qilinib ketgan ayol deydi. Mabtuda degan uchun talaq qilinib, uzil kesil ajrab ketgan bir ayol buniga nafaqa bilan turalg'u joy berilmamdi degan masalada ixtiloflashib qoldi. Idza lam takun hamilan. Hamile bo'lmagan holda ama ala talatati aqwal bunda qarash 3 xil ekan. Ahaduha anna laha sukna va nafaqa. Birinchi qarash turalg'u joy nafaqa beriladi debdi. Va huwa qawlul kufiyyin. Kufinde maqsad kimda? Kufa olimlari Abu Hanifa, Ibn Shubruma, Uthman al-Batti, Al-Hasan al-Salih, Al-Ambari, ashunqosida shu Kufada chiqqan qozi, ulamo, ahli ilm shular misal. Demak bu shani ulamolari mush qarashda ittifoq ekan.
Yani bu raciyaga o'xshash uyda o'tirish haqqi bor, nafqa qilish haqqi bor debdi. Bu mashhur masalalarning birisi. Shu talatat qurib masalasiga o'xshash mashhur masalalarning birisi. Talash tortish intayin avjiga chiqqan. Bu qarash Umar radhiyallohu anhudan Ibn Mas'ud rivoyat qilingan. لها النفقة والسكنى دين. والقول الثاني أنه لا سكنى لها ولا نفقة. كني قراش bunun da hakkı yok. Racayda hakkı vardı. Bu mebtuta olanken hakkı yoktu. Bu İbn Abbas rivayet kılındı. Bazı sahabenin. Ve kavul Ahmed. Bu İmam Ahmed'nin karışı şu depti ki İmam Ahmed'nin mezhebinde iki xil karışı var. Birisi mezhebtisel canlıqraq zahir mezheb muşanna. Yani bir qarash aslidagi guruh bilan bilan. Va Davud va Abi Thawr va Ishaq va jamaa. Bunda bir guruh olimlarning qarashi ekan bu. Va thalithu anna laha as-sukna va la nafaqata laha. Üçüncü qarash uyda turish haqqi bor, lekin nafaqa haqqi yo'q debdi. Uydan qo'llatmaymiz, lekin o'zining ninni bozorda o'zi eklab, tamoqni bozordan sotilib, o'zining yendin chiqarib, tayyorlab turdi deb. Va huwa qawlu Malik va Shafi'i va jamaa. Ana mush va huwa qawlu Malik da mush qarash İmam Ahmed'dan ajroq kelgan bir rivoyat. Üstüdikse İmam Ahmed'dan jalliqroq kelgan rivoyatda. Ve cemaat degini bunun içinde şu Medine'deki el-fuqaha sab'a diye ulamalar var. وسبب اختلافهم اختلاف الرواية في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ومعارضة ظاهر الكتاب له. أم بيادم نمشن مشو شخل قرش كلب çıktı ispat etmey dese biyadik sebep Fatıma bint Qays radıyallahu anh'ın vaqaliki rivayet kılıngan yak aşu sahabe ayol rivayet kılgan hadis her xil kelib qolgan. Ondan bu hadisning lafziga Qur'on Karimning oyatining zahiri kelib qolgandek bir ahvol bo'lgan. Demak mana Qur'on hadisni olamiz dedim inshaalloh. Qur'onni yaptı, hadisni yaptı, unda shikilda ko'rinib qoldim. Masala shu. Fatıma bint Qays bu kat sahabe ayollarning birisi. Muhacirat. Dastlabki vaqtlarda hijrat qilib chiqqan sahabe. Şu biz nimada bayon qilib o'tdik-ku, xutba ala xutba bir so'z saldigan ayolning ustilab so'z saldirish eg'iz etish masalasida bu meni Muaviya ibn Abi Sufyan bilan Abu Jahl ikkalan olay dedi, qanday qilaydi Rasulullohning oldiga kelgan chaqda Rasululloh Muaviya bu bir qalamda pul yo'q, uni tegmang. Abu Jahl ayolini to'la urib qapsildi odam, qo'ldan tayoq tushmaydigan. Uni tegmang siz Usama ibn Zayd kitigan. Bu bunda azatkarda qarvoy adam tursa, o'shani tigan degandan o'shani tigan sizga foydaliqmish degandan ana siz iddatni na to'shqizma degandan iddat kashirsa mana mush masalaga munosib. Iddatni erni o'yda to'shqizmay bu ayol qanday qildi? Rasululloh buningga siz Ummu Sharikninkida iddatingizni shu to'shqizgan deb Ummu Sharik muhojir sahablarni to'la chirib chiqdi bu. Siz İbn Ummu Maktumning o'yida iddatni to'shqizgan. İddatingiz to'shqan chaqda men xabar qiling, mendan bu so'roq chiqib qolmang, ya'ni boshqalar aytib sanmang deb topilgan ekan. İddat to'shqandan keyin iddatni to'shtirgan Usamaga appagan. Usamaga appagandan keyin bu ayol bak xo'shilib ketgan. Mening pek ta'lim keldi deb xo'shoga. Yani Resulullah'ınki kösemiz boyunca mangallık için. Hazreti Ömer öldürülgen çağda aşk Kengaş palatası sahabıldın. Muş ayının uyda toplangan. Yani bu ayalında sahabı olatma çoğun kat sahabının birisi. Hem bunda cemiyette namı var, oturdu bağ ayarlar. Yani şu Mekke'den icret kılandı mı, özler şunda icret kılıp çıkan, andı iyire, iştalak kılıp etkenliken andın Resulullah'a meselesilik gelgen, onun dinken Usama ibn Zeyd'ke Resulullah etmek. Muşunda kattı faziletlik sahabe fenomendu bu. Yani muşun hadisi her xil rivayet kılımkağa ehvallı bağ deydi. فاستدل من لم يوجب لها نفقة ولا سكنى بما روي في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أنها قالت طلقني زوجي 3 على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة خرجه مسلمون. Sey Müslim rivayet qilgan mushadisam. Erim mana Rasulullohning davrida 3 taloq qilib o'tgan. Ya'ni biz taloq qildi, ikkinchi taloq bo'libdan 3-chi qatimda taloq qilib o'tibdi. Lekin bu taloq qilgan chaqda eri tushadi yo'q. Ya vakil orqali taloq qilinglar, ya taloqtab mushuni yetkazib qo'yganda taloq qilinglar, u Yamanga jay safar qilib ketgan. Lekin buni inilari, yutuqlari batdi. Demak 3-chi taloqni qilib
chiqdi va Rasulullohning uzriga berib, "So'sam, falam yajalli shukna wala nafaqa." Menga turalg'oja yoki nafaqa belgilab bermadi debdi. وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها الرجعة. ما روايته سكنى نفقة ديان رجعي طلاق بولغان بولسا اندن haqqi bo'libdi buningda. Yo'q, mush rivoyatda raj'iy taloq bo'lgan ayolga andin tural joy bilan nafaqa keladi debdi. Bu Imom Ahmad va Nasai sahih isnadda rivoyat qilgan rivoyatga. Demak, bu ayol o'zi rivoyat qilgan nimada shunda dedi, shunama la nafaqa va shukna. Endi bu ikkinchi rivoyatdami raj'iy bo'lsa undan haqqi bor dedi. Shundan u mabtutga haqqi yo'q degan gap. Bu hozir ashunda haqqi yo'q deb qaragan olimlarning dalili bor. Va hadal qawl marwiyun an Ali va ibn Abbas va Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhum. Bu sahabalarning mush qarash kepti. Ya'ni la nafaqa va la sukna degan qarash. Endi va ammal ladina awjabu laha sukna duna nafaqa. Ya'ni bu tural joyda haqqi bor, lekin nafaqa haqqi yo'q deb ayirganlicha fa innahum ihtajju bima rawahu Malik fi muwatta'ihi min hadith Fatimah radhiyallahu anha al-madhkura wa fihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa laki alayhi nafaqa. المادستا يخص نفقي وقت الشنامة وأمرها أن تعتد في بيت ابن مكتوم. ابن مكتوم أيدا إدتان سوشتلوغ بيردا ولم يذكر فيها إسقاط السكنة. لكن بادستا ليس لك عليه نفقة ولا سكنة دمش. فبقي على عمومه في قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. لكن السكن مسلستا mush oyatda umum ularni shu o'zing tug'an, topalgan, turali joyda tug'zinglar degan mush buyruq bor. Mush buyruq yana kuchga ega. Ammo nafqada oyatda nafqani tushiribdi mana. Laysa laki alayhi nafaqada. Nima uchun laysa laki alayhi nafaqa degan? Ya, Mavla shuna demoqchi hozir. Ma qarashkilar shu mabtuda bo'lg'achqa nafaqa yo'q dedi, undan keyin nafaqa kelmaydi, lekin sutna keldi dedi. Lekin ba'zan unda jarayonni tekshirsa, iri safar qilib ketgan chaqda talaqini qilib ketgan yoki safardagi chaqda talaqini berib ketgan. Buning inilari, akillari, bichqonlari bor ekan. Bichqonlari shundan buningga pishga opa ivatibdi. Opa ivatgan ekan, qandaqman bu opangni deb u opani ko'zgilmay ulardan yaratmabdi. Yaratmagan ekan, Rasulullohning qashi kelgan ekan, Rasulullohning eringiz o'zi bo'lmagan ekan, erinizning bu yerda mol-mulki bo'lmagan ekan, fikrlari erinizning o'rnini nafqa qilish vojib emas. Yani siz uningdan nafqa qilish haqqingiz yo'q degan gap ma'l. Eringiz bo'lsa-da, eringiz mol-mulki bo'lsa-da, o'chaq nafqa balki kelishi mumkin. U boshqa masala. Lekin ma ayolning ahvolida eri bo'lmagan ekan, erining mol-mulki bo'lmagan ekan, aka fikrlardan nafqa julib aparamayman degan gap. Tamam? Bu alayhi degan o hiya eriga alayhi dedi. Lekin bu odamda uning ayni puli bo'lmagan ekan, undan bizdan sarf qilolmaysiz demak. Lekin bu vaqtda Fatimaniki shu laqmonligini aniq ro'shan bo'ldi. Aniq. Ro'shan bo'lgandan keyin shuni qopasiz. Ya Mavla shuni qapamoqchi hozir. Mavla shu ishini talaqni qilib, shu talaq bo'lib ketgan ekan, bunun nafqa haqqi yo'q dedi. Lekin boshqa qarashchilar nafqa bordi, lekin bu er bo'lmagan bu yerda. Erning o'rnida o bir narsa birga odam bo'lmagan ekan, bichqonlardan nafqa olmagan ekan, undan nafqa olmaysiz dedi. Ular nafqa vojib bo'lganini yeb ajruldilar ularga. Mayli ular mayli qanday degan bo'lsin. Nafqa vojib deganning dalili ham chiq. ولم يذكر فيها اسقاط السكنه mana. Unda ekan mushu oyatga askinuna min haythu sakantum degan mushu sakan keldiganlikka kuchga ega bo'lardi, lekin nafaqa aning bilan tushib ketdi dedi. Va allalu amrahu sallallohu alayhi vasallam bi an ta'tadda fi bayt ibn maktum bi annahu kana fi lisaniha biza. Nima uchun bu ayol erin o'yda iddat tutmay boshqa yerga iddat tutdi. Yana olimlar bunda deydi, ba'zi rivoyatda kana imra lasinadi. Ağız yamandım da ağız içtik andın ya bezavdi ançınca tırlap koyduğun mında kuyu boğaçka bu ayal nimalla anda tekallaşansa kötü apağını kındakımı diyende aşında işli boğaçka kıyın akıllarıyla
chiqishamaydigan bo'lg'achqa hamisi mayada iddatini to'shqizon deb uni ruxsat qildi deydi. Yana bir rivoyatda bu ayol tug'an joy shahar sirtida yaqin joy ekan. Bu uyda tursa, erining uyda tursa, boshqa haqlarni bostirib chirib, nimqilsin bo'zi ketishdan ensiraydigan biri yani. Xotirjam emas bir joy bo'lg'achqa, unda uyda turmang, mayada nima qiling dedi demakchi. Demak, ashuna ulamolar xil nimani ko'rsatdilar. Uni bilan ular standartini bormi? Buni aytdi ig'ir masala. Bu hadisning birinchi nimasida, dastlabki iboratida Ummu Sharikning uyida iddatini to'shqizon dedi Rasululloh. Deb bo'lib, yo'q bu ayolning qishga sahablim to'liq kirib chiqib turdi. Sahabalar o'sha ayolning uyiga kirib chiqib turdi ekan. Nima uchun? Bu ayol yashinib qolgan. Kirib nima qilsa, masalan, tamoq etib berib, voy kani bolalarim deb nima qilib, tavall mehmon do'st qilib, demak, unda so'rin tayyorlab turgan ayol ekan. Makkaliklar, muhojirlar kelib shu uyda shu bironqa o'zining Makka, o'zining shaharning yutining gaplarini qilishib chiqishi mumkin. Lekin bu uyda tursa, bu uyga chigan sahabalar uchrab qoldigan, yo bu ayol o'ldim, qochibdim deb qiynalib qoldigan bir bo'longda o'tirib, bunda avarchilik qildi deb yaqsiz Ibn Maktum o'yda iddatini to'shqizon. Ibn Maktum ama kishida. Ama siz xohlagancha kiyim almashtirib, rahat tura olasiz. Bu ama kishi, yat bir kishi bu uyda, bu yat bir ayol tursa, bu xalva namahram momumdir. Ama olsun. Lekin birlar o'lmasa mumkin-da. Masalan, bir qorovlab yig'ib yurmagan bo'lishi mumkin. Unda bo'lsinmi? Unda o'zim bir ayol kishi uyda turadi shu chog'da. Balki ummatim ayol bo'lishi mumkin. Lekin hadisda gap yo'q endi. Lekin darhol nima qilishda bunda bir yat akishning uyida yat ayolni tug'ilishga buyurganda ko'rinib qoladi. Bu to'g'riliqni olimlarcha to'xtalmoqli. Ya bu sahabning ayoli bordi, ya yo'qdi. Bu hech qanday gap qilmaydi. Bezatningda til bezat shu uyg'urcha shu. Bezat degan shu bezavati deymizmi? Bezat degan. Bu anda qila ular jamiyatda bunda boshqalarni takallashib, so'rilib gap qilib nima qiladigan bunda bir ayolin. Lekin ancha-muncha qattiq gapni turdi ekanda, boshqalarni chiqishamaydigan shu. وأما الذين أوجبوا لها السكنى والنفقة فصاروا إلى وجوب السكنى لها بعموم قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. يعني مش آيات أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ددما تمام. ونقول كم سكن أقبا. يعني آيات آخرنا ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. تضييق ديندن نفقة واجبكم برخل شخطردن. أمده وصاروا إلى وجوب النفقة لها لكون النفقة تابعة لوجوب الإسكان في الرجعية. نمشن نفقة واجب تدرسه çünkü nafaka degan shu iskan bilan tomliq birlik qiladigan narsa bu. Masalan, rajiyada iskan vojib bo'libdi, nafaka vojib bo'ldi. Hamiladimi shunda? Va fi nafsi zawjiyya, va fi nafsi zawjiyya degani er xotinlik hayotdami sakna va nafaka va ikki isboting. Demak, davomliq sakna bilan nafaka birlik qildi. Bu bo'lmasa ma'lum bo'lmaydi. Va bil jumlati fa haythuma wajabat as-sukna fi ash-shar' wajabat an-nafaqa. Demak, umuman qilib aytsak, qachonda shu turalg'u joy vojib bo'ladi ekan, nafaqami bil vojib bo'ladi. Chaqishmaydi. Ayrılmaydı böyle. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في حديث فاطمة رضي الله عنها هذا لا نضع كتاب نبينا وسنته لقول امرأة. Bir ayolning gapiga asoslanib biz Alloh taolaning kitobi, ya'ni oyati va Rasulullohning sunnatini tashlab qo'ymaymiz. Umar radhiyallohu anhu so'zi. Yuridu qawluhu taala askinuna min haythu sakantum min wujdikum al-aya. Demak, bu shu oyatni biz tashlab qo'ymaymiz deydi. Va li anna al-ma'rufa min sunnatihi sallallohu alayhi vasallam annahu awjaba an-nafaqata haythu tajibu as-sukna. Chunki Rasulullohning sunnati sukna bo'lgan nafaqani bor. Tushunarmi? Bu aniq ishda Umarning nazarida va shu sahabalarning nazarida aniq bo'lgan ekan. Oyat va Rasulullohning onda sunnati va undan ma ayolning bunda ehtimolliq bir hadisi bilan biz ma aniq narsani tashlab etmaymiz. Bu voqelikni kim rivoyat qilgan? İmam Müslim ve Tirmizi rivayet qilgan. Bu Aswad rivayet qilgan voqelik. Yani bazı kitaplarda yo'q bu daif deb qo'ydi. Masalan, Mughni Ibn Qudavda bu daif bu Umarning bu so'zi deb turadi. Amaliyotda bu
daif degani nima demakchi? Abu Hanifa an Hammad an Ibrahim an Umar rivoyat qilgan. Mushu haqalikni o'zini. Buni daif deb turoldi. Mursal bu. Nima uchun? Ibrohim an-Naxai Umar bilan uchrashmagan. Lekin Muslim rivoyat qildi-ku. Demak, bir yo'l shunda sahih. Ana bu ikkinchi yo'lni mursal deb tursa, Hanafiy mazhabida shunday ekan. Ibrohim an-Naxai agar men hadisni Ibn Mas'uddan farqında bir adam bulab, ikki adam bulab qolsa, undan ismini atab, men falonidan o Ibn Mas'uddan menda rivoyat qildim deb deyman. Agar nurg'un adam bulab qolsa, bu chaqda men falonidan Ibn Mas'uddan devjumay, Ibn Mas'uddan taqlamani qisqartib mendan rivoyat qildim degan so'zi bor. Ular İbrahim Naxai'nin Ibn Mas'uddan qilgan mursali musnadidan kuchli. Çünkü eğer bir adam arqali rivoyat qilgan bo'lsa, bu men falondan deb asan bo'lganki bir adamning ismini atash. Kaçı deyitme deydi. 5-6 15 kişiden andın o kişi İbn Mas'ud'dan anlığanında bolsa, men şunda çıkadımda rivoyat etsem İbn Mas'ud'dan anlığanında. Bek joğanam falan standım aldım, men o adamın ismini salam jümay, kaçı İbn Mas'ud'dan da qisqartib deyitme degan. Unda onkin İbn Mas'ud'dan bivasita mundalam qilgan rivoyati u mursal devasan bo'lmaydi. Çünkü bunun mursali odatda ismini atab arliqdagi adamning ismicha bunda qilgandan kuchliroq. Yani undan keyin Umarning mushvaqaligi sayin, uni shamol o'tmaydi. ولأن المعروف من سنته صلى الله عليه وسلم أنه أوجب لها النفقة حيث تجب السكنة. Tural bilan billah nafaqa berish Rasulullohning sunnatidir. Demak, hozir xuddi Rasulullohning kelgan rivoyat ikki xil kelgandek. Birisi Fatima bint Qaysning rivoyati, birisi Umarning rivoyati. Umar hozir Rasulullohning sunnatidan ikkilikildi da'atudadir. Yani Hanifiy mazhabdagilar ma oyatni dalil qildi. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf walil mutallaqati mata'un bil mutallaqat yazir umum. Hamma mutallaqat mabtuta raj'iyya hammani o'z ichiga oladi. Mata degan so'z dedim ha. Bu mata nima iborat? Nafaqa. Mata degan so'z bundan nafaqa maqsad. Masalan, ayani bir oyatda mata'an ilal havli g'ayra ikhraj. Nima? Uydan chiqarib atmay, nafaqaga par yenge par. Lekin walil mutallaqat mata degan raj'i bo'lsin, bayin bo'lib ketsin, endi taqilgan hammaga endi chiqim qilish bor, nafaqa berish bor yana bildirdi debdi. Hamda İmam İbn Rushd aytdi, "Falidalika al-awla fi hadhihi al-mas'ala imma an yuqala inna lahal amrayn jami'an masiran ila zahir al-kitab wal ma'ruf min as-sunnah." Endi shu Hazrat Umardan kelgan mush rivoyatda al-ma'ruf min as-sunnah dedi-ku. Undan keyin ya zahir kitobni olib turib Umarning tanligini bo'yicha ondan sunnatdimi Umar mushunda sunnatdimi deb degan mushun tanlab ikkilisi berildi desak bo'ldi deydi. Ya'ni Hanifiy mazhabining qarashi. Va imma an yukhassasa hada al-umum bi hadith Fatimata al-madhkur. Yoki mush umumlikni Fatimaning rivoyati bilan taxsis qilib o'tib, mabtuta buning sirtida uningga biznes tegmaydi, berilmaydi deb taxsis qilib o'tish kerak. وأما التفريق بين إيجاب النفقة والسكنة أما نفقة ولا سكنة إشكنا أيرب بسكلده بسكميدو ديش تأثير ببكتاز ونلغى بقدر تكلبلاش تأثير إشمالش كلدو ديش يا إشكل إشكلدو يا إشكل إشكميد ديسا لكن بسكلده بسكميد ديسا bu qamlashmaydi. İmam Malikning qarishini ojiz chiqadi. Ojizni faqat shu Fatima radhiyallohu anha xoslat qilmoqchi. Xos bo'lsa, bu ayolning ojizligi o'g'achqa yoki uyda tuz qo'qilgan joy o'g'achqa, ondan bu boshyaga aka o'tkab qo'ygan, nafaqa er bo'lmag'achqa, uni bitiqallari bu ayolni beqish vojib bo'lmag'achqa, nafaqam bermagan sukna boshqa o'tkib etgan. Shuni bu ayolning shu nafaqa va sukna berilmay qolganligi shu sababdan bo'lgan. Ammo normal bo'lsa, shu tiyibdi degan yani demazimning dalili shunga udildi. Şu xas degan gap shu endi. Endi İmam Malikning wajh usrihi da'fu dalilihi. Mana bunda deyish qiyin, qanday qiyinsa dalil bak ojiz, buni diva qilinmaydi. Lekin bu shu Fatima bint Qaysning voqeligida Hazrat Aisha radhiyallohu anha Sahih Buxoriyda bor. Fatima radhiyallohu anha mushadisni
şu keyingi vaqtlarda Umarning vaqtida bunda so'zlab yurgan. Rasululloh menga nafaqa sukna belgilab bermagan deb rivoyat qilgan ekan. Hazrat Aisha bu Xudodan qo'rqsimdi. Bu nafaqa sukna bermaganligining sababi anda kashil bo'lganlikdan nima qilmagan bo'yalga. Boshqa sababdan emas, adam normal bo'lgan bo'lsa tegitdi buningga. O'zining kashilsi og'zi yomon bo'lg'achqa shunga o'rnimizdan chiqib o'tirolmaydi deb mayanga o'tqazib qo'ygan deb Hazrat Aisha aytlagan. Ondan Hazrat Umar mana nima qilmadi? Keyin Marvan Madinaning valisi umi faqihdi. Umi bu ammala ittifoq kelgan bunda bir ishni bu ayolning muslim biz tashlab qo'ymaymiz deb umi shunday degan. Demak, Umar muslim degan chaqda sahobalar qanday tushungan? Rasulullohning sunnati shuni nafqa shukna kelish deb tushunishnaman. Bu ayol manda chiqanda shaz bir rivoyat qilib qoldi hozir. Şu andaki ya bu ayolning sahih masala var. Amaliyat ras masala var. Bu ayol o'zidan deganimi to'g'ri. Rasululloh Rasulullohning nafaqa sug'na bermagan. Lekin nima sababdan bermagan? Va sababini bildi demamsa buni. Hazrat Aishaning tanqid qilgani buni nima sababdan bunda berilmayligini demaysan. Ma Rasululloh nafaqa sug'na bermagan deb bunda rivoyat qilsang, ma ishing bo'lmadi deb aytgan. Maga nafaqa sug'na beribdi, lekin buni og'zim ishtiq olg'achqa chiqishmaganligim uchun ya uyda turishdan qo'rqqanligim uchun meni boshqa yerda tug'izgan, erim biraz bo'lmaganlik uchun uni nafaqa bermagan deyishing kerakdi deb bunda aytgan. Shunga Usama ibn Zayd eri qachoniki Fatima bint Qays radhiyallohu anha aşı hadisni digil tursa, qo'liga nima chiqsa atakan. Bag'atni qilmasin. Ondan taqa Sha'bi mas'utraq mush Fatima bint Qaysning nimasini rivoyat qildi. Yani lam yaj'alha Rasululloh nafaqa wala sukna. Degankin Asvad İbrahim'de rivoyat qildi. Asvad Sha'bini shu mas'utraqning qo'liga chiqqan tosh shig'ildan etibdi. Muşunu rivoyat qilib o'tiramsa, bu masalasi bunda tursa, buni haqli buni o'qimamda, ezib ketmamda bunda rivoyat qilishsa, bu masalasi boshqa bir masala bu deb unda aytgan. Unda onkin mushu Hanifiy mazhabning rajih bo'ldi. Lan nafaqa sutna degani rajih. Hazrat Umar xalifa vaqtida shunda nima yig'ilib turgan vaqtida Aşında şunu tanıgan boğaçqa, Hazreti Aisha mı eypligen boğaçqa, Usama ibn Zayd mı bu ayolni eypligen boğaçqa. Demek aşı etrafdaki aşamma şu vaqalikning jarayonini xabarda olgan sahabalar hemmisi eypligen. Bu ayol yalğanchi emas. Shunda fazilatlar, shunda sahaba muhajira, yani dastlabki vaqtlarda hijrat qilgan ayol. Lekin bu ayol vaqalikni shundalam rivoyat qilganlar uning ma'lum bir sabab uchun Rasululloh shunday qo'yganligini uni demay qolgan. Dalil jihatdan boshqa talashlarni gap jiq buningda. Maktabdan undan bir qisqartirib kelib qo'yildi. وينبغي أن تعلم أن المسلمين اتفقوا على أن العدة تكون في ثلاثة أشياء. Yani bilişin gerek ki Müslümanlar üç neside iddet olduğu ittifak. Birincisi talakta, ikincisi ölemde şunama. Ya ki didek bir hutun olsa bu azat olup gidip kalsa, azat olanın kim muş ervile utturma ya ki ajırışıp gitme de ihtiyarlık buldu. İhtiyarlık boğanın kim ajırışıp gitkeninin kim iddet kılıyor. Muş üç xil ahalda iddet kıldığı ittifak. Hem de vaktalafu fiha fil fusuq. Fusuq deganimiz talaq vaqasi olmadi, lekin qozi tarafdan, masalan, ya xalif tarafdan, ya mahkam shariat tarafdan bu nikahni hozir biz chuvatdik, bekor qildik. Masalan, xulana fasxmi talaq degan talash tartibi bor. Shunga o'xshash masalan, alwatu bi shubha, nikah al-fasid, unda aholi biz fasx qilib o'tiramiz-ku. Biz burun qurilgan nikahni ma'lum bir kashilsa bo'lsa, buni chuvatimiz. Kallam takun. Lekin buni talaq vaqasi olmadi. Unda olgan mushunda fasx qilmasak, iddat kiramni kammamdo deganda ixtilof bor. Lekin jumhur iddat kilidi dedi. ولما كان الكلام في العدة يتعلق فيه أحكام عدة الموت. Hamda mush iddatdan so'z ochganimizda buni munosabatlik o'limning iddati bor. Biz yuqori talaqning iddatini dedik-ku. Endi o'limning iddati bo'lgan ekan, bu yerda bu to'g'riliq to'xtalib o'tishni muvofiq ko'rdik. إن المسلمين اتفقوا على أن عدة الحرة من زوجها الحر 4 أشهر. Müslümanlar hemmisi ittifaq. Hür ayol olib qalsa, buning eri o'lib ketib qalsa, 4 oy 10 kun iddat tutganlar ittifaq.
لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. Bu nas'ındır. Nas olgandiken ya talaştan sizin gapim. واختلفوا في عدة الحامل. Yani bu yerda anda talaş tartış bo'lgan masalalardan ikkisi var. Demek bir masalada ittifaq nas dereceli ayet olganlıktır. Talaş tartış bo'lgan masaladan birisi hamile ayolning eri o'lib ketdi. Bu chaqda bunun iddati balın tug'ishmi yoki tutay mumkinmi? Bunda ixtilof bo'ldi. Ikkinchi masala في عدة الأمة إذا لم تأتها حيضتها في 4 أشهر و10 ماذا حكمها؟ Endi dedekning eri o'lib ketibdi. O'lib ketgan ekan bu 4 oy mumkin deydi masalan. Bu shuni chechirdi desak, 4 oy mumkinning ichida hayz kelmabdi. Odat dedekning iddati masalan tustabra bihayda degan gap bo'lardi. Bir hayz kasuldi desak, bu 4 oy mumkinsa bir hayz kelmabdi. Qanday qilamiz deb uni talashtirishdi. فذهب مالك إلى أن من شرط تمام هذه العدة أن تحيد حيدة واحدة في هذه المدة. أن الإمام مالك مش تut ay mümkün işte bir qatım hayz ko'rish kerak. Ama tut ay mümkün işte bir hayz ko'rmishchi. Mana fa illam tahid fa hiya indahu mustarabatun fatamkuthu muddat al-haml. Undan keyin uning qo'shilib boyoqqa gumandolab qolgan ayol bo'ldi. Shunga 9 ay saqlab turdi deydi. وقيل عنه يعني أجزاء قراشتا إمام مالك تنكيجان إنها قد لا تحيد وقد لا تكون مسترابة. عند هيز كمسك ممكن قصقد بعد جمان قمايدان بولش ممكن ليه. وذلك إذا كان عادتها في الحيض أكثر من مدة العدة. Bu qanday ahvolda esa iddatning vaqti o'ta mumkin te. Odatda bu ayol 5-6 oyda bir qatim hayz ko'radigan bo'lsa, mustarabim bo'lmaydi ekan, hayzmi ko'rmaydi ekan borliq. Va hada imma g'ayr mavjud. Bunda ayol bo'lmasligi mumkin. Emniyet şu. Yani men yakun adeta en tahida aktar min 4 ashhur ila aktar min 4 ashhur. 4 oydan jiqroq orliqda bir qatim hayz ko'rgan yo'q bo'lishi mumkin. İmam Ömer doktor emasmi? Yo'q bo'lishi mumkin. Va imma nadir yakin anda sanda bir uchrab qolgan, kam uchraydigan ahvol bo'lishi mumkin. Va ixtulifa anhu fi man hadhihi haluha min an-nisa idha wujidat. Hamda mushunda bir ayol bo'lib qolsa, nadir ahvol. Bunun iddat qanday oldu degan masalada Imom Malikning har xil qarash kelib qopti. Faqila tantadiru hatta tahid. Tez kelgan qadar saqlaydi 6 oy, 7 oy degandagi. Bunda nima deyilibdi? Wa rawa anhu ibn al-Qasim tatazawwaju idan qadat iddatul wafa wa lam yadhhar biha haml. Eğer qo'shtida unda bola baliqi ma'lum bo'lmasa, tota mumkin tukizlam yagitegiz bo'laverdi debdi. Imom Malikning shogirdlaridan Ashab Sahnun mushqarashni ilg'lab وعلى هذا جمهور فقهاء الأمصار أبي حنيفة والشافعي والثوري. يعني başka cumhurlar müşkarajını talaptı. Yani tota onkin ötkenlikler ayakta buldu. Yani bu madhul biha ayaktigip yer bilen billi boğa ayolunun ise böyle ayolundan mesela ya dedekten qanchalik iddat oldu şu nikahlık elep tek billi olmayla ölüp geçti. Tufi anha zawjuha qabla ad-dukhul 4 ashhur و 10. Ne o dukhul bo'lsin bo'lmasin 4 oy mumkin. 4 oy mumkin o'rinin desek, endi bu dedekning odatda iddati qanchalikda? Jumhurning qarashi 2 oy 5 kun. Yerimlam shudo. Aziz bir qarashda undan 4 oy mumkin deydi. Dedekning yo'ldishi malik tamoyilga yo'q, sayid olsun. Yo'ldishi. Endi va ammal mas'alatu thaniya, ikkinchi masala وهي الحامل التي يتوفى عنها زوجها يرو لكتكن حامل عيال فقال الجمهور وجميع فقهاء الأمصار عدتها أن تضع حملها مصيرا إلى عموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن مش آياته حامل عيالنا عدتنن تشغل وقت قصدك بالن تغوش dedi مش آياتنا umumu berip lan bula tuqqanlıklarım iddeti toşkan buludu depti yani köpçülük mutlak köpçülük alimler وإن كانت الآية في الطلاق أنا مشو طلاقتك مسألة بوسم مشو لكن وفاتك شلتي بعد ديد umum bo'lganlikdan asli bu taloqga yani amila ayolni taloq qilsam buning iddati shu bolani tuqqan qadar degan gap. Hozir buni yer o'lib ketsami buning iddati bolani tuqqan qadar ishlatdi deydi. Chunki ma al-ibra bi umumil lafz deb. Va akhdan aydan bu umumini bir oldi. Yani umumini olsa balki ba'zi e'tiroz qilish mumkin. Yo'q bu taloq shikoyat bu vafot
meselesi emas dese ma hadisini yandaştırıp ekeldi deydi. Ve akdan aydan bir hadisi Ummu Seleme enne Sübey'atel Eslemiyete veledet ba'de vefati zavciha bi nisfi şehrin. Bu ayal iri vefat olup ketkennin keyin iri Sa'd ibn Khawla vefat olup ketkennin keyin tuguptu. Bi nisfi şehr. Bi nisfi şehr bazı bir neç kundan keyin deganlim bor. Rasululloh Mersiye aytdi. Sa'd ibn Abi Waqqas mening shu bir qizimlam bor. Men o'sha o'lib ketamanmi? Menimni yerimni vasiyat qilaymi, yerimi jiq, 3dan 1ni qil deb sen jiq yashaysa taqa. Jiq odamga yaxshilik yetkazsa, jiq odamga ziyorat yetkazsa, bu degan ekan. Lekin yarfi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Sa'd ibn Khawla dedimi? An mata bi Makka. Makkada o'lib ketganlik uchun aniga chaqirdi dedi. Nima uchun Makkada o'lib ketganlik ish chaqirgan? Chunki hijrat qilganlar Makkaga qayt bir vaqt bo'lmaydi. Hijrat bakovlab ketdi. Bu endi irvonmagan bo'lsa-mu, shu Makkaga borgan chaqda o'lib ketgan ekan. Mishada turay deb qilib hijratni bakovlab mundaqlagan deb ish og'ritgan bo'lishi mumkin. Shu sababi shu demiri. Sa'd ibn Khawla. Demak bu eri o'lib ketgandan keyin yarim oy, 15 kuni bir osh kaptidan keyin tug'ibdi. Yani bu muttafaqun alayhi desa, mush hadisda bunda kelgan. Faja'at Rasululloh sallallohu alayhi vasallam faqala laha. Rasulullohning huzuriga kelib, debdi, Rasululloh unga qad halalti fankihi man shi'ti. Siz endi aytganligidan holat halol bo'lib qoldingiz, xohlagan aytsangiz bo'ldi dedi. Bu ayolning bu yakida so'rashiga sabab tug'ib, sal endi o'rnidan turib nimqilay bo'lgandan keyin bu ayol unda yasinib, unda men aldıqalımda köse elçilik kiler deb yani tecemmülat ul xuttab deymiz. Yani to'y qilmoqchi bo'lganda yasinib bundan nima qilgan? Köse misraylik ko'ringan bo'lgan ekan. Yasinib nima qilsa bu mushi jamoatdagi erlardan bilsa Abu Sanabil Ba'kak degan bir sahaba yasinibsizga aytaysiz 4 oy 10 kun o'ssin andin tikasiz deb turgan ekan. Andin Rasulullohni qashqirib bunda da'atdo deganki yo'q siz balni tug'ib bo'lgandan keyin aytgalaysiz. Majriyan shu. Bu hadisdan boshqa nurg'un ishlar setishlik boshqa ahkamlar shuda. Bu ayolning yasanligini u Abu Sanabil qanday ko'rgan, yuzi ochiqmidi. Yani cekeplandı. Mesela yüz öğretmez diyenki çeşit oluşu mümkün. Andı bu tecemmülerin huttatı ayağına mesela ama şu erle, ne sen galet köşü buldu, diyenki çıkıldı. Demek bana ayağının erkillik hukuk diyen ona. Ma ayağın azı özünün hukukuna, özü kovdap, uruk tıkallıktan bu siyahsa ayetigemeysen desin, Resulullah'ın kaçırıplam, halığa ayeteksin, bula orada hukukunu aldı bana. Resulullah ayağın hukukunu onda belge. Ayetekmeyse de bunu suluğa kaçıyor. Mana qad halalti fankihi man shi'ta. Xalqa tikibra halal bo'ldi sizga. Va rawa Malik an Ibn Abbas radhiyallohu anhu anna iddataha akhiral ajalayn. İmam Malik ibn Abbas radhiyallohu anhuma nanke mushunda hamil holatda eri o'lib ketgan ayolning iddati 4 oy 10 kundan keyin tug'ib qolsa, shu tug'ishni hisoblaymiz. Yoki 4 oy 10 kundan burun tug'ib qolsa 4 oy 10 kunni hisoblaymiz. Yani qancha uzun bo'lsa, eng uzunini hisoblaymiz. Chunki bu 4 oy 10 kundan burun tug'ishi mumkin, bundan keyin tug'ishi mumkin. Agar burun tug'ib qolsa 4 oy 10 kun eng uzunini hisoblaymiz. İbn Abbas'ın bu hadisi kip kaldığını hayır bu hadis emas. İbn Abbas'ın qarışı. Endi İbn Abbas'ın muşu qarashda bo'lganligi bek sayında rivoyat qilingan. Yani ruya, munqata holat rivoyat qilingan. Yoki say bo'lsa-mu İbn Abbas'ga mas Subay al-Aslamiyaning hadisi yetmagan bo'lishi mumkin. Yetmagachga yo'q bu abadul ajrin ehtiyotan yoki jam'an baynal ayatayn manda degan. Ki yetkendan keyin bu qarashdan yangan. Yuridu annaha ta'taddu bi ab'adil ajalayn. Demak, qasi masalan tug'ish eng uzun bo'lsa, tug'ish bo'yicha yoki 4 oy 10 kun inqidol iddatul maut, shu tugab qolash eng uzun bo'lsa, shu bo'yicha iddatni to'shqizdi demakchidir. Varuya mitldalgan Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu. Bu Ali ibn Abi Talibdan da ajraq rivoyat. والحجة لهم أن ذلك هو الذي يقتضيه الجمع بين عموم آيات الحوامل وآيات الوفاة. يعني بقولنا دليل نبولش ممكن سا مش آياتنا جملة بقام بولش ممكن. خندا جمل ده
Ayatul vafada 4 ay mümkün dedi. Ayatul havamilda ayyadana hamlahunna dedi. Unda ikinci jamlab baksa 4 ay mümkün mi bir g'oya qilib turib, hamlni bir g'oya qilib turib, qancha uzun bo'lsa, shu bo'yicha amal qilmaymiz deb qo'yibdi. Lekin bularga qarata jumhur nima debdi? Bu jama baynal ayatain emas, ilg'al ayatain jami'an bo'lib qoldi bu. Ikkili oyatga amal qilmoq bo'lsiz buningda. Chunki bu yerda vaqt belgilash vaqtda vaqt belgilashni sen bekor qilyapsan. Manda olib qolsa, unda olib qolsa, munda deb bir aniq bir vaqtni belgilamadan. Lekin oyatda aniq vaqtni belgilagan ikkili oyatda. Ya u ya bu demakchi. Yani bu ayet münasebet İbn Mesud radıyallahu anh'ın sözü var. Ben bu ve ulatul ahmal eceluna yadana hamlaun diye bu ayet atut unkun diye ayetin kinçkelligide qanday bo'lsa ben qasam qilish olayman. Kesin qildim. Yani la'natlasha olayman degan. Men sha'a bahaltuhu. Birisi suratul Baqaraning oyati. Birisi suratul Niso'ning oyati. Arbaat ashhur va ashra degine sura Baqaraning oyati. Ve ulatul ahmal suratul Niso'ning oyati. Bundan kim bu suratın Nisa'nın ayeti Baqara 4 diye ayetin keyin tushganligida men buna la'nat ishlamayman qanday kelib qolsa. Yani bu men bek zodi keskin ishonchim komil o'sha keyin tushgan oyat o'sha Nisa demakman. Keyin Mas'udning kelgan. Ayyadan degan keyin tushgan. Nolga o'sha hisoblaydi. Demek bundan da asasen mesele iner. Çünkü Sübeyya As-Samiyaning vaqaligida qanday oldu? Bevadal hamd iştugide. Bundan keyin mesele bir taraf qilindi. Bunda asas tartışında bak küçük gelmesin buldu. Gayriler kolum bihada ilerlek bir kastırtığın bir destur var. Bunları çok merak ettim de hanımla koşarlar bir de kutlar ise mesela ayda 15 günlük yeni ya bir şeylik gibi bunlarla bir de tüyekler. Sübeyya As-Samiyaning nasıl hadisi olan diken? Muttefakun aleyh hadisi olan diken onun çare yok. Yani şu ayettir maksat nimaligini Resulullah Hazır hadiste bayan kılıyor. Endi ma'qul mushu masalada balan tug'ishilgan bu ayet ekan. Tamam. Kaç ayet bularında? 40 gün nikah qilsa bo'ladi. Lekin nifosdan saqaymoqcha erlar bir yostiqqa bosh qo'yolmaydi. Bu oldirib ketganlar qolsa to'xtama, nifosdan saqaygandan yetkazsin ne dedi. Wa ammal amatul mutawaffa anha man tahillu lahu bir dedek varken bu dedek xo'jayini qalaldi, eriga qalaldi shunama. Demek irilam demay hozir kimga halol bo'lgan bo'lsa, shu halol bo'lgan er o'lib ketgan bo'lsa, mushu dedekning iddati qancha bo'ldi demakchi. Fa inna la taqlu an takuna zawjatan. Mana bu dedek degan ya birisining ayol bo'lishi mumkin, ya birisining dediki, shunama mulkiyamin orqali ya'ni istintoq qiladigan yoki ummu valad bo'lishi mumkin. Ummu valad degan dedek xo'jayini bilan bo'laveradi. Shundan bir bal tuqqan bu. Tuqqan ekan bu xo'jayindan farzand ko'rgan ayol bo'ldi. Bu valad azim yerda qiz farzand ko'rsin, o'g'il ko'rsin, ya'ni valad degan qiz o'g'il er ishlaydi. Ko'rgan ekan bu ayol hozir bolasi o'rib ketdi. Çünkü hür adamning bolasi bo'lgan ekan. Bu ayol hozir hür bolasi bilan bizning dedeklar o'ttirdi qoldi. Hürriyetke bir qo'lidan esib turgan holatda bu chaqda xo'jayini bu ayolni setilmaydi. Çünkü situatsiyaning qo'lida qo'llar bunda ketaverdi. Bu ayol hozir bir tarafı hürriyetga tutashdi. Undan ekan satanmaydi degi xo'jayin o'lib ketib qolsa bu ayol o'lib ketdi. Çünkü muola degan gap shu. Demek buna aynda setiş satmaslık, muşunda iddet, bazı deyinmilde hükmü ayırmamda. Yani umualat bo'lsin, boshqalar bo'lsin, dedekning ahvollari xil. Yani birbirlar dapa qiladi. Fa amma az-zawja fa qala al-jumhur inna iddataha nisfu iddatil hurrati qasu zalika ala al-idda. Endi birisining ayoli ekan bu dedek. Bunda ahvolda ko'pchilik olimlar hur ayolning iddatining yarmi bo'ldi. Chunki nurg'un masalalarda dedekning masalasi yarimga tushganda, shu bo'yicha mana debdi. Ha iddatu va iddata haydatan dedi. Shu yarimlashdi. وقال أهل الظاهر بل عدتها عدة الحرة أمد الظاهري لا يا هرجو أخشش عدة تدودت يعني تد أي أنكن لفتن بابن سيرين دن كرواية وكذلك عندهم عدة الطلاق مصيرا إلى التعميم ظاهري لا أنا طلاق عندما شو ثلاثة قروء يا إيش كم يدام آيد يعني طلق الدري عموما والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 3 أشهر يعني الدري وأما أم الولد مثلا رسول الله ماريا القبطية وديك تقول إبراهيمنا ماريا تقال لما أم الولد تقال Satam galipte ondan sonra hediye kılıp yıkılıp temizkenler. Yıkılıp temizken. Demek bu kullukta yani kayıtmaydan buldu.
hürriyetke ilmeşti bu. Yani İsmail Aleyhisselam'ın Hacer'mi şundak. İsmail Aleyhisselam'ın annesi Hacer İbrahim Aleyhisselam'ın dizi gitti. İsmail Aleyhisselam'ın toprakken. Ummulet taşım. وأما أم الولد فقال مالك والشافعي وأحمد والليث وأبو ثور وجماعة عدتها حيضة. بولا أم الولد من عدته bir hayız depti. Bir hayız köysem buldu. Küçük de depti. Yani adetki didek okşutan bunu ha. Hem de hayız kömeden bozuyor. Ya ise ya ki başka herkese sebepten. Kahr vahid diyorlar. Çünkü üç şey detti o. Bir hayız olarak bir ay diyorlar. Yani başka üç ay diyelim buluşu mümkün. Demek iddetuha haydalet. Bir hayız köysem buldu. İddet toşkan buldu. Ve bihi kâle İbn Ömer. İbn Ömer'den kelgen müşir rivayetine İmam Şafii el-Um diyen kitabında rivayet kılgan. İddetu haydalet örgün o ya ki nemgin düşmediler bu arada. Ya didek müşkilsi düşmedi o. Didekle okşap kaldardır. Didekten yerim o. Didekten yerim lekin bu adet talaqqiysa ya ki setirilip mesela igdasılığı çıksa bir hayızla istibra kılışını musvattı. Şunu okşap. وقال مالك وإن كانت ممن لا تحيض اعتدت 3 أشهر. Demek İmam Malik hazır, İmam Şafii ile birlikte. Lekin İmam Şafii bir ay diyen tuğa hayız kömeyden bolsa. Mava 3 ay dep turuptu bana. Ve la hasukna yani taka turalı cayıdımı bahriman bulaşak doğarıptı. Lekin bu turalı cayının meselesi hazır bir yerde o gep yok. Fakat hazır iddetin olmamışsa. Ve koşumcu da koyup. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري عدتها 3 حيض. Ya 3 hayız iddet tutudu depti. Bu karışma İbn Ömer'den rivayet kılıngan. Yani Mariyel Kıbtiye azat kılıngan çağda 3 hayızla iddet tutken. Ular 3 hayızla iddet tutsa ya Resulullah bunda tutsuz diyen buludu. Ya kişi sahabıldım bilse unda talim bergen buludu. Çok ama unda bir körsetin boyunca şunda kıygan deyip henüz bir mezhep çıkıyor. Şunu tayin Allah. وهو قول علي وابن مسعود من علي وابن مسعود لا مش نقرأت كنيله وقال قوم عدتها نصف عدة الحرة المتوفى عنها زوجها من بعضلا أشتوتان كنن يرمى شنما يعني كاي 5 gün buldu ma قوم مشاهدة إمام أحمد'ten bir rivayet belki başkalarının buluşu mümkün وقال قوم عدتها عدة الحرة 4 أشهر و10 mümkün okşaşay, hür ayılga okşaştı. Çünkü bu hürriyetke adır ilnaştı. Hür ayılda bulap kalıldı demek. Kıyas. Yani zahiri ilimdeydi o. Zahiriyle umumlu oladının iddeti yok onunda. Fakat bir gün onda iddet tutmaydı. Çünkü nasıl kemmi geldi. Bunu başına kıyas değil olmaydı. Kıyas bağıptı. Demek zahiriyle fakat iddet tutmaydı o. Bunun nasıl kemmi geldi. Fakat lan koskodu bağırgıdın tabi gümanıp kaldığı bolsa andın hatıcam boğaça tutturup andın tekiyordu. Hem İmam Malik'in delile ve hüccet-i Malik'e enneha leyset zavca. Bu hocanın ayarlamasın. Dedi ki tüşnama. Bundan sonra feta'taddu iddetil vefati bu vefat iddetin tutuşun bu onun hutuna mesteleydi. Ve la mutallaka feta'taddu 3 hayat. Yani 3 hayız iddet tutuşun mu bu talak kılıngan adetki ayarlamasın. Bundan bunun düşmeydi, bunun düşmeydi. Falan yapka illa istibra rahmiha. Davan iken bunun qo'sqil balı bağımı yok mu? Şunu uqbaqishdan başka iş kalmadı değil. Ve zalika yekunu bi haydatin teşbihan bil amati yamutu anha sayyiduha. Adetli xo'jayin o'lib ketgan bir dedekka o'xshash bir hayzillan istibra qilmas. Şunun qiyas qilgan gap hozir. Ve zalika ma la xilaf fihi. Demek bunda xo'jayin o'lib ketsa bir hayz bilan istibra qilish, bir hayz iddat tutish masalasida talashtat yo'q. Navbatda mushunga qiyas qilsak bo'ldi. Hem de وحجة أبي حنيفة أن العدة إنما وجبت عليها وهي حرة. İddet hazır muşayal hür bulap boğandikin keldi bu. Hocayını ölepti, iddet başlandı o. Demek hür bulap boğandikin iddet başlandı dereydi. Veleyset bize hoca. Bu anı birisinin ayalım emez. Birisinin hutun emez. Ama birisinin hutun boğan boğazıkta iddetul vafa 4 أشهر و10 iddet tutkan bulattı. Vela bi ema. Feta'taddu iddet ema. Bir didekmen iddetin tutuşun didekmemez bu. Fevacebe en tustabra rahmuha bi iddetil ahrar. Ondan iken hür ayallarının iddetiga o'xshash iddet tutish arqali uning qo'shqil balibami yok mu? Shuni ko'rapash vojib bo'ldi. Demek bu hozir qiyas alal hurrat ha. Ahrar deb qoldim da hurrat desalar ya muannasga ahrar dedim de. Bir necha da ahrar dedi-ku. Bu muannasi qanday bo'lgan ahrarni? Hurrat ular hurriyani nimadan bo'lib kelgan deb o'ylaydi-ku. İddettim var. Şu hür bulaşıyla başlandım bu. Birisi içker tamamdan. Hem de işkot bandım. Başlanışa hür alette başlandım. Muş hür buldu diyendeki iddet sanaydan gel. Tatkıl ölgendeki hür vakit otomatik. Şu minutta. Canlı başlandı. Şunla andın başlandım.
وأما الذين أوجبوا لها عدة الوفاة يعني 4 ay 10 kun deganlar yoki 2 ay 5 kun deganlar فاحتجوا بحديث روي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا biz mutalaadimda talbisni bir-biriga keltirib qo'yib biz ayirmaydigan holatda unda qo'yib o'tmanglar uqamaydigan qilib o'tmanglar demoqchi talbis iblis bizning payg'ambarimizning sunnatini biz uqamaydigan qilib qo'yib o'tmanglar iddatu ummul valad idza tufi anha sayyidu 4 ashhur wa 10 ummul valadning iddati xo'jayini tugab ketib qolsa 4 oy 10 kun bu aniq ish bu biz unda qalbimizni qo'yishmanglar debdikan lekin bu rivoyat sahihmi daif lekin bu sahih bo'lsa-da sahih bo'lsa bu rasululloh bunda degan gap yo'q hozir iddatu mullalar deb rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqul deb bunda degan gap emas bu hozir sunnat nabiyina dedi bu sunnat degan gap tim rasululloh shunda belgilab bergan ekan aniq chiqdi chiqmaydi degan gapda shay gap bor davoni ham bu bir masala yani vada'afa ahmadu hadal haditha mana imom ahmad bu hadisni aciz deb qarab uni ammadi asli to'g'risimi hadisi mavquf çünkü bu kimning so'zi sahobaning so'zi rasulullohning so'zi emas bu sahobaning so'zi endi bu sahobaning so'zini sahobalar rivoyat qilganning raviyning ahvolini tekshirsak ba'zilarida ajizlik bo'lishi mumkin ham mavquf ham aciz bunda bo'lishi mumkin ularga buning dalil bo'lishi nechchi masala agar bu dalil bo'ladigan bo'lsa bunchalar talash qilmagan bo'ldi va man awjaba alayha nisfa iddatul hurra endi ma'va 2 ay 5 kun degan lekin tashbihan bizzawjatil ama bu birisining xotini olgan bir dedekka qiyas qildi tashbihan hozirmisha nima qiyas fasababul xilaf anna maskutun anha demak bu talashlarning sababi nima bu masala haqida aniq bir oyat hadis kelmagan hammadan uningga buningga o'xshatib dedekka o'xshatdi hur oyog'iga o'xshatib qoldi va hiya mutaraddidatu shabahi baynal amati wal hurra bu biz tarafdan dedekka o'xshab qoladi biz tarafdan hur oyog'iga o'xshab ikkini o'ttirdiga ayolandi bu va amma man shabbaha bizawjati al amati fa da'if mana dedek xotinga o'xshatganlarning dalili aciz bo'lgan qarshi وأضعف منه من شبه بعدة الحرة المطلقة وهو مذهب أبي حنيفة أبو حنيفة qarshi bu hur talaq qilingan ayolga o'xshatib salatati quru deganda bu uning mo'jizi demak bu mutavaffaga o'xshatmay mutallaqa o'xshatdi bu mutallaq bo'lmasa bu ojizlik aniq haqiqatan bunda tustabra bihayda desam bo'ldi keyin nisf iddatul hurra al mutawaffa anha zawjaha desam bo'ldi keyin bir xil azodchilik bor ekan vallohu a'lam subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta